Avvalambor assalomu alaykum. Barchaga aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bizlarni kuzatib o'tirgan barchaga hammangizga kelayotgan yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Studiyaga boramiz, yangi qo'shiq tayyorlatamiz. Xudo xolasa yangi yilda eshitib bahosini berasizlar. Sizlarga davom etamiz. Kanalimda bizlarni endi kuzatib o'tirgan yurtdoshlar bo'lsa, videoga like bosib, kanala abone bo'lmagan bo'lsangizlar, kanalımıza abone bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Videolarimizni kuzatib borasizlar. Stüdyoya geldik. Videonu görebilirsiniz. Danıştıramayız sen de. Xudo xolasa geldik Beruniye stüdyoya. Yurtdoshlar, yine bizani ko'p yillik og'amiz, birga hamkorimiz Murzabek deyverin, doğru adınızı aytavering. Familiyangiz nima edi? Jumaboyev. Jumaboyev, Murzabek Jumaboyev. Ağamız bizani ko'plab qo'shiqlarimizni, hit bo'lgan qo'shiqlarimizni shu og'amizni yordami bilan hamkorlikda birga ishlaganmiz, chiqarganmiz. Xudo xolasa toza narsa ishladik. Bugun ovoz ochamiz, bugun Xudo xolasa videoni ko'rasizlar. Sizlar bir kuplet eshittiramiz, ha? Ovoz yozish jarayon vaqtida bir kuplet eshitib ham ko'rasizlar. Videoni ko'raveringlar, like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Karakter bakıyorum ben çıkana. Kollarında gül terir, yürek dağlı başında. Şu yaman çıraylı, özgen gül arasında. Lebleri kızıl gül gül, söylese hayran bülbül. Aha, kemçilik olsa aytasiz hazır doğula beramiz. Vallahi. Hazır bir eşlik göreldik ama yine kollarında gül terir, yürek dağlı başında. Şu yaman çıraylı, özgen gül arasında. Lebleri kızıl gül gül, söylese hayran bülbül. Asamadım sorasam, gülüm dedim bağda gül. Beni yarım bağda gül, yürer tağda gül. Nakaratını bir eşitip herhalde. Beni yarım bağda gül. Yaman gitti dilden. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa ovoz yozish jarayoni tugadi. Bizalik ish bitdi. Xudo xolasa Murzabek aka, bu videoni ko'rgandan keyin men o'zi har safar qo'shiq chiqarganimizda istoriya qo'yamiz-ku. Internetda uchun istoriya qo'yganimdan keyin mendan so'raydilar, qachon qo'shiq tayyor bo'ladi deb so'raydilar.
muxlislere yine özleri guvoh. Şular eldinde. Yani indi iş kaldı. Mirzabek ağamızlık iş kaldı. Svidiniya dedi. Köpçülük sanatkarlar ağalarımız düşünedi. Muzikantlar düşünedi. Saykallar iş kaldı. Bizalik iş tügedi. Kaçan tayyor boladı? Kaçan premyera kılıp bilemiz? Şimdi bunu hazır bayram aldı. İşlerimiz hem ko'p. Xudo xolasa 3 kunga va'da beramiz. Ana 3 gün ey. Xudo xolasa. 3 gün ötse işletemiz? Bitadi 3 kunga. 3 gün Xudo xolasa 3 günden keyin bitadi ekan. Aziz yurtdoshlar, agar qo'shiq yoqqan bo'lsa, bizani videomuz yoqqan bo'lsa, like'larni bosib, qolaversa shu videoni ko'rib o'tirgan yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lmagan yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Yangilik ijodlarimiz ko'p. Xudo xolasa, yangi yilda sizlarga toza videolarni, toza qo'shiqlarni namoyish qilib boramiz. Kuzatib boringlar. Hozircha bugungi videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir ayam kelin eshitib beraman.